Sendaqalarni bilmaydigan qancha otalar bor, qancha akalar bor. Oy, iflos, men bor ekanman. Seni birovni xonadoniga sovchilikka borishingga ikki dunyoda qo'ymayman. Men o'zgardim aka. O'zgarmaysan. Hech qachon o'zgarmaysan. Onangni olib, meni xonadonimdan tuyog'ingni shiqillat. Yo'qol. Hurmatli ota-onalar, 18-20 yil davomida gulday asrab katta qilgan farzandingizni mana shunday narkomanlarga berishni xohlamasangiz, kelgan sovchini albatta surishtiring. Va alohida aytmoqchimanki, hurmatli otalar, akalar, bu surishtiruvni o'zingiz amalga oshiring. Ayollar asosan surishtirib, emotsiyaga berilib, mashinasi bor ekan, uyi bor ekan, topish tutish yaxshi ekan deb hoyu havasga berilib mana shu vazifani unutib qo'yapti. Zero ertaga kech bo'lmasin.